biz siz bilan o'tilgan darsni mustahkamlab olishimiz uchun ko'p-chaqqon o'yin o'tkazamiz. Bunda biz 3 ta guruhdan 3 ta o'quvchi chiqib, ana bu yerda berilgan kasr sonlarimizni taqqoslaydi. Qo'limizga qalam olib, tayyormizmi? Birinchi guruhdan chiqadi Sanjar. To'g'ri bajargan o'quvchi Alisher Navoiy bobomizning kitoblaridan rag'bat sifatida oladi. Ikkinchi guruhdan chiqadi Xushnudbek, Barqarordan chiqdi, uchinchi guruhdan Muhammad. Keling, qalamingizga. Ruchka bilan chiqavering. Barakalla. Yaxshi, mana. Ikkinchi guruhdan chiqadi Asilbek, bir boshlab ketaveramiz. Durdona, Firuza. Barakalla. Keling. Ruchka bilan chiqavering. Firuza. Barakalla.